Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli Shahloxon opajonimiz bilan bog'landikmi? Menman. Yaxshimisiz opajonim? Salomatmisiz? Rahmat. Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q, labay. Salomat bo'ling. Avvalambor o'zimni tanishtirib o'tsam, Telegram ijtimoiy tarmoqlardagi kutilmagan qo'ng'iroq loyihasini boshlovchisi Kamina Husniyabona bo'laman. Rahmat, xursandman. Rahmat, men ham xursandman. Bugungi shukronalik, shojonalik ayyomlaringiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, tani joningiz sog', omon bo'lsin. Rahmat. Rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin opajonim. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi, rahmat. Hamisha yaxshi, zo'r, a'lo kayfiyatda bo'ling. Opajon, bugun bizni loyihamizga siz uchun atalgan chiroyli bo'lgan adalus qo'llari kelib tushgan ekan. Taxmin qilib ko'rasizmi, kimlardan bo'lishlari mumkin? Bilmayman. Kimdan? Aha, nechta o'fsiningiz bor? Bitta. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Bugungi mana shunday chiroyli dilosqonlarni sizni juda ham hurmat qiluvchi o'fsiningiz Nigora Xon opajonimiz tomonidan qabul qilib olasiz. Rahmat. Rahmat, kutganmidingiz opajon? Yo'q, kutmagandim. Rahmat, mana shu mehribonlar baxtiga doimo sog' bo'ling. Ijozat bersangiz ulardan kelgan chiroyli dilosqonlarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Rahmat, boringizga shukr, ijozatingiz bilan boshladim unda. Diqqat qilib turasiz. Qalbimizda chiroyli tilak. Savoblardan beradi darak. Sizga izhor ayladim istak. Tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Assalomu alaykum, har doim hammani qalbidan, mehr muhabbatidan o'zgacha nur oladigan. So'zlari samimiy, qadrdon o'sin jonim. Bugun ushbu go'zal loyiha orqali o'z tabrigimni, dil so'zlarimni sizga yetkazmoqchiman. Bugungi Allohimga suyukli banda Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Ilohim qanaqa niyatlar, orzular, maqsadlar bo'lsa, barchasiga yetishib yuring. O'z jigarimdek mehribon insonim, qadrdon insonimsiz. Qanaqa chiroyli niyatlaringiz bo'lsa, barchasiga yetishib yuring. Mana shu mehr oqibatimizga aslo ko'zlar tegmasin. Inshaalloh bardavom bo'lsin. Ilohim bunaqa yoshlarni ko'plarini ko'rib yuring. Shirin joningiz hech qachon og'rimasin. Allohim yomon ko'zlardan asrasin. Dunyo turguncha turing. Allohim qalbingizga xursandchilik kirgasin. Mushkullaringizni oson, hojatlaringizni ravon qilib, o'ylagan, so'ragan niyatlaringizni ziyodasi bilan qilib bersin. Alloh o'zi rozi bo'ladigan amallar bilan mashg'ul qilib qo'ysin. Hamisha aziz boshingiz omon bo'lsin. O'zingizni doimiy ehtiyot qiling. Bunaqa yoshlarni ko'plarini ko'rib yuring. Hamisha baxtimizga sog' salomat bo'ling. Umringiz ziyoda bo'lsin. Kelasi shukronali kunlarda barcha yaqinlar bilan muborak Ka'batulloh atrofida ibodatlarda bo'lish nasib ro'z aylasin. Baringizga shukr. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt, omad, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech va hech qachon. Oshufta qalbingiz tuymasin armon, bor bo'ling, sog' bo'ling, doim ovsinjon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Deydilar, o'tkinchi dunyosi bir kam. O'tkinchi dunyoda chekmang g'am, alam, yaqinlar baxtiga sog' bo'ling har dam. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya mana shunday chiroyli bo'lgan dilozorlarni qabul qilib olasiz opajon. Rahmat, kattakon, rahmat. Sizni ham ularga aytar dilozorlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Meni o'zimman kishi opamda. Umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi ko'raman o'zim. Avvalambor mehr oqibatlaringizga aslo ko'zlar tegmasin. Mana shu mehribonlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'ling opajon. Tug'ilgan kunlarni ham, bayramlarni ham yaxshi kayfiyatda o'tkazib bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Omon bo'ling.